Target SMM bilan shug'ullanish eng ideal bir sohalardan hisoblanadi. SMM kurslarini, onlayn kurslarini ko'rib qiziqib qolganman. Nima uchun aynan Target, nima uchun aynan SMM ga qiziqqansiz? Biznesini tanitish, u orqali sotuvlarini qilishi mumkinligi. Bu jarayon 15-20 minutda o'sha ishi bitadi. Bu telefon orqali men daromad qilaman. Loyihalaringizga rahmat degan gapni eshitsangiz, u charchog'ingizni chiqaradi. Mijozni qayerdan topsa bo'ladi? 500 ta odam yozdim. O'sha 500 ta odamdan 15 ta 20 ta sira sotib oladi deb o'ylaydi. Assalomu alaykum. Business Woman loyihasini podkastining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugun bizning mehmonimiz SMM va Target bo'yicha 4 yillik tajribaga ega mutaxassis Azimova Shahlo Dilshodovna. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Target SMM sohasi hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar juda ham rivojlangan davrda aktual bo'lib kelyapti. Mana necha yillardan beri. Shuning uchun biz xohladik proyektimizga aynan sizni yo'nalishingizni qo'shishni. Chunki bilamiz, ayollar uyda o'tirganda Target SMM bilan shug'ullanish eng ideal bir sohalardan hisoblanadi. Shuning uchun bugun o'zingizni tajribangiz bilan bo'lishsangiz juda ham xursand bo'lardik. Assalomu alaykum. Yana bir marta avvalambor, mening ismim Shahlo. SMM va Target sohasida 4 yillik tajribaga ega mutaxassisman. Hozirgi kunda aynan SMM Target sohasida ishlab kelaman. Tanishganimdan juda ham xursandman. Har bir o'zini blogini yurg'izayotgan ekspert uchun ham, kompaniya uchun ham, do'kon uchun ham, onlayn biznes uchun ham Target SMM juda ham kerakli hozirgi kunda. Va mana sizga birinchi har bir mana shu Business Woman loyihasida keladigan ekspertlarga beradigan birinchi savolim bu: nima uchun aynan bu sohani boshlagansiz va nimadan birinchi bo'lib boshlagansiz? Xo'p, bu sohani boshlaganimni asosiy sababi men o'zi davlat ishida ishlaganman. Erta bilasiz, davlat ishida erkin ish grafiki yo'q. O'sha sohada ishlab kelganman. Aynan keyin shu vaqtda SMM kurslarini, onlayn kurslarini ko'rib qiziqib qolganman. Shunda aynan o'tda aytilgan, siz SMM sohasini o'rgansangiz, aynan bu kasb tanlasangiz, sizda erkin ish grafiki, ya'ni o'zingiz ustingizda bemalol ishlay olasiz. Oilangizga ham vaqt ajratasiz, farzandlaringizga ham, ishingizga ham, hammasiga o'z vaqtida vaqt ajrata olasiz degan tushunchani olganman va o'sha kurslarda o'qishni boshlaganman. Men ham hozirgi o'qimoqchi bo'lgan ayollarga ham aynan birinchi aytadiganim, aynan SMM sohasida ishlayotgan har bitta ayollar erkin ish grafikida, u xoh SMM mutaxassisi bo'lsin, xoh targetolog bo'lsin, yo birgina telefon orqali yoki birgina notebook orqali aynan shu kasb orqali bemalol daromad qila oladi. Ya'ni uyni eplagan holda farzandlarini, masalan, maktab bor bizda, o'qish, bog'cha, bolalarga qarash kerak, ularni kuzatish kerak yoki kutib olish kerak. Shu vaqtda masalan, davlat ishxonasida ishlab turib bitta vaqtda o'zida bu narsalarga ulgurmasligi mumkin-da. Chunki u ertalab ishga ketadi, shu bilan o'zini o'sha davlat ishxonasida tugaydigan ish vaqtida qaytib keladi. Bu sohada ishlayotgan ayol bemalol, u xoh ofisda ishlaydimi, xoh uyda ishlaydimi, bemalol telefon orqali shu ishini o'zini maza qilib shu kasbiga vaqt ajratib ishlasa bo'ladi. Endi baribir uyda o'tirib ishlash borasida tanlov bo'lgan-ku, har xil tanlov bo'lgan. Nima uchun aynan Target, nima uchun aynan SMM ga qiziqqansiz? O'zi menda tashkiliy ishlarga qiziqish juda baland bo'lganda. Aynan o'zim davlat ishxonasida ishlaganimda ham shunaqa tashkiliy ishlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha jarayonlarda menga qiziq edi. O'shani tashkillashtirish, kutib olish, yo qanaqadir o'sha bayramlar deyiladimi yoki tadbirlar deyiladimi, aynan shunaqa tadbirlarning tashkiliy masalalar menga yoqardi. Keyin o'ylaganman, bu narsani aynan SMM sohasida ko'rsangiz, bitta brendni ham xuddi shunaqa brendini tanitish ham tashkiliy masala sifatida qaraydigan bo'lsangiz, brendni tanitish uchun siz vaqtingizni ajratasiz. Masalan, deylik, uni har bitta content plani ustida ishlaysiz. Har bitta reels chiqishi uchun qanaqa bo'ladi, qachon chiqadi, bunga ham baribir o'sha narsa bo'yicha siz o'zingiz kontrol qilasiz, nazorat qilasiz. Xuddi shunaqa o'xshar ekanmi deganman. Boshida qanaqadir menda ishonch bo'lmagan.
juda ham hozir o'qisam qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi. Chunki u paytda 4 yil oldin hamma tushunmas edi-da. SMM deganda, nima u? Misol uchun target nima u? Kamdan kam odam ishlatardi. Mana hozirgi oxirgi 2 yilga kelib bu narsa juda ham ommalashib ketdi-da. Biz o'qigan vaqtlarda SMM mutaxassis uchun voy shunaqa SMM mutaxassis даже tadbirkorlarga tushuntira olmas edingiz. Masalan, biznesini tanitish, u orqali sotuvlarini qilishi mumkinligi, brendni tanigandan keyin uni to'g'ridan-to'g'ri har bitta mahsulotini onlayn ko'rinishda masalan o'sha Instagram orqali sotuv qilishini tushuntirsangiz ham tushunmaydigan tadbirkorlar ko'p edi. Hozirgi kunga kelib, masalan, 10 yillik, 15 yillik o'zini biznesi bor biznes egalari ham kerak bo'lsa, o'sha Instagramni yuritish kerak. Masalan, SMM, target mahsulot qo'yish kerak, joylash kerak, sotish kerak. Hozir o'sha bozor kengaygan, tadbirkorlarda talab kuchaygani sari mutaxassislarga ham talab ko'payib ketadi-da. Aynan SMM, target sohasida. Masalan, o'zligi video joylashsa ham o'zligi video joylashgan taqdirda ham target reklamasini yoqtirish uchun baribir targetovka murojaat qilishadi. Baribir kerak. Meni ustozim aytadilar, oxirgi mana shu yaqinda ustozim bilan gaplashganimizda aytadilar, hozirgi kunda target har bitta biznes egasini yuragi bo'lib qoldi. Target reklamasisiz hech qanaqa mahsulot ham, hech qanaqa xizmat ham o'sha sotib bo'lmaydi. To'g'ridan-to'g'ri qiyin. Sotsa bo'ladi, lekin o'zi xohlagandek. Chunki hammaning qo'lida telefon, hamma masalan telefondan foydalanadi. Misol uchun har xil prilojeneyalar bor. Mana hozir даже dostavka qilish uchun, boshqa qilish uchun ham oddiy misol odamlar telefonga qarab dostavka qildiradi-da. Ular masalan borib imini sotib olmayapti, shoshgan vaqtida ular uchun shu narsa qulay, vaqtini tejayapti. O'sha narsa uchun ko'proq talab bo'lgani uchun bu narsani o'sha ko'pchilik tushunib yetadi. Uyingizdagilar qanaqa qarashdi mana shu sohaga kirib kelishingizda? Qo'llab-quvvatlashdimi, tushunishdimi? Boshida tushunishmagan, qanaqa ma'noda, o'zi qanaqa kasb ekan deb kasb tushunishmagan. O'sha aytganimdek, 4 yil oldin baribir SMM nima degani u prosta telefon ko'tarib, kamera yo shunaqa Instagramda o'tiraveradi. Endi mana bunaqa narsa-da, o'ylashadi. Qo'lingizda telefon ko'rganda ikkiga bo'linib qoladi-da odamlar. Kimdir birgina telefon orqali daromad qiladi. Ya'ni bu SMM mutaxassislar deydi. Kimdir shunchaki kunini shu telefonni ko'rish bilan o'tkazadi. Masalan, biz uyda o'tirardik, xo'jayinim aytardi, qo'lingdan telefon tushmaydi, qo'lingdan telefon tushmaydi. Bu telefon orqali men daromad qilaman. Bu telefon orqali men kasbimni yana ham yaxshiroq natijaga chiqishiga, loyihalarimni, proyektlarimni yaxshiroq rezultat qilish uchun bu telefonim menga foyda beradi derdim, masalan. Chunki hamma narsa telefonda hal bo'ladi. Ertaga qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, qo'rqmaysanmi deyishganda, yo'q. Men что ko'zim yetadi, undan ham yaxshiroq bo'lishiga, что deganman. Mana hozirgi kunda ishni ham, oilani ham baribir ko'rishganda yutuqlarni baribir ko'rishadi-yu. Masalan, har bitta loyihada qilgan natijalaringiz oilangiz bilan ham bo'lishasiz. Bunaqa bo'ldi, bunaqa loyihamda bunaqa qiluvdik. Mana masalan, o'sha har bitta loyihada qilgan natijangizdan keyin sizga o'sha loyiha egalarini tanishlari ham chiqishni boshlashadi-da. Конечно, yaxshi natija ko'rsatganingizdan keyin sarxonli radio ishlashni boshlaydi. Mana shunaqa, o'sha SMM mutaxassis kerak deganda voy mana o'zimizda bor-ku, gaplashib ko'raylik, qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, bu sizni tavsiya qilishadi. Keyin o'z-o'zidan shunaqa tanishlar bilan ishlab, ular bilan ko'rib, ish jarayonida yana ham yaxshiroq natijalar qilganimizdan keyin bu shunaqa kasb ekan deb. Lekin qarshiliklar bo'lmagan, har doim qo'llab-quvvatlashadi. Masalan, bu sohaga kirib kelganimdan beri, masalan, har safar kurs olsam yoki o'zimni yana ham masalan bitta kursda o'qib bo'ldi, men hammasini bilaman emas, har yili o'z ustimda ishlash yaxshi ko'raman. Ya'ni aytishadi-ku, eng zo'r investitsiya o'zingni bilimingga kiritgan investitsiya. Chunki qaysidir ustozdan har doim men bilaman deb emas, men sizdan nimanidir o'rganaman deb boraman-da. Har bitta ustoz oldiga, o'zim ustoz tanlayotganimda. Bu sohada ham baribir to'g'ri ustoz tanlash ham kerak deyman. Chunki boshida men ham onlayn kurslar olganman, qaysidirlarida men natija qila olmaganman.
keyin именно o'sha har bitta sohasini mutaxassisi bo'lgan, natijasi, кейsi bor ekspertlarni kurslarini olib, o'qib, ustozlarim kurslarida o'qib, natija qilganman. Masalan, o'sha kurslarida natija qilgandan keyin o'zligi ham masalan o'sha natija qilgan o'quvchilar qatorida ko'rishganda mani. No yoshlar ko'paydi. Masalan, men yoshim katta, eplay olamanmi, yo'qmi degan unaqa qo'rquvlar bo'lmagan. Harakat qilamanman. Odam qilgan ishni odam qiladi. Harakat qilib ko'rsa bo'ldi. Masalan, o'xshasa, o'xshadi, plus o'xshamasa, yana harakat qilish kerak. Значит, kamroq harakat bo'lganki, shu sababli o'xshamagan. Lekin depressiyaga tushib, men loyiha topa olmayapman, ola olmayapman, ishlay olmayapman yoki pul topishim kerak degan narsa emas. Baribir bu sohada ham birinchi o'rinda kasbingizni sevishingiz kerak-da. Agar qachonki shu narsaga siz o'zingiz faqatgina pul taraflama emas, aynan men haqiqatdan ham natija qilaman. Chunki olayotgan pulingiz emas, loyihalaringizga rahmat degan gapni eshitsangiz, u charchog'ingizni chiqaradi-da. Men siz pul olganingiz bilan, yo'q, menga ishingiz yoqmadi, siz menga natija qilib bera olmadingiz desa, sizga bergan puli ham ko'rinmaydi-da, ishoning. Xuddi shunaqa narsa. Mana Business Woman loyihasiga ham ekspertimizni aynan target sohasi bo'yicha dars o'tishga taklif qilganmiz. Hozir bizning loyihamizda ham o'quvchilaringiz bor, dars o'tib kelyapsiz. Endi sizga savol, mana shu target sohasini o'rganish uchun aytganingizdek faqatgina bitta kursni olib emas, o'zi umumiy qilib olganda yaxshi mutaxassis bo'lish uchun qancha ilm olish kerak, qancha vaqt talab qilinadi? Men o'zim target kurslarida o'qiganimda eng asosiysi aytadiganim, masalan, kurs o'qiyotgan vaqtda iloji boricha loyihasi yo'li uchun, masalan, 0 da u target bo'yicha kurslarda o'qiyapti. Bitta bo'lsa ham loyiha olish kerak. Bu o'zi uchun tajribaga. Ya'ni loyiha topa olmadim emas, keling, taklif bilan chiqish kerak. Hozirgi kunda bizda nechta qarindoshimiz deylik, hech bo'lmasa bittasida onlayn magazini bor-da. Biza uchun knopka bosayotganda har bitta raqamlar qanaqa rezultat qilib berayotgani, ya'ni natijasi qanaqa bo'layotgani muhimda. Masalan, hech bo'lmaganda o'zini bitta dona bo'lsa ham tanishiga men sizga target kursida o'qiyapman, keling men sizga target reklamasi yoqib bermoqchiman. Men o'zimga pul olmayman, что keling siz bilan mana shu ishlab ko'ramiz. Men sizni именно onlayn biznesingizda mana do'koningiz bor, shu yerda brendingizni tanitib, odamlarga sizni sotuvlaringizni oshirishda yana ham maqsadli auditoriyani jalb qilgan holda murojaatlar sonini ko'paytirib beraman. Bunaqa taklif bilan chiqsa, menimcha hech kim yo'q demaydi-da. Masalan, o'zini xizmatini men uchun tajriba bo'ladi. Siz uchun ham masalan, target qanaqaligini bilmayotgan bo'lsangiz yoki haqiqatan ham targetolog mutaxassis qidirayotgan bo'lsangiz hozirgi kunda, masalan, unga pul to'lab yo boshqa qilmasdan, keling, meni shu o'zimni bor bilimimdan foydalangan holda deb turib, aynan shunaqa qilib, chunki target kursida hamma har xilda o'zlashtirishi. Kimdir loyihasi bo'ladi yoki kimdir o'zini biznesi uchun o'rganadi target reklamasini. Masalan, target reklamasi bo'yicha target kursida o'qiyotgan, target mutaxassisligini o'rganaman, targetolog bo'laman degan inson bir marta ham notebook ochib ishlatib ko'rmagan odam bo'lishi mumkin-da. Notebookda ishlashni bilmasligi mumkin. Ko'p narsani tushunmasligi qiyin bo'lishi mumkin o'zlashtirishi. Unaqa insonlar даже bitta enter knopkani bosishga qo'rqishadi-da, chunki ular bitta notebook olib, yoqib, o'chirib ko'rishmagan-da. Masalan, qo'rquvlar bor. Hozirgi kunda ham shunaqa kompyuterdan umuman foydalanmagan insonlar bor. Shunaqa. Men imенно targetolog bo'laman deganlar umuman kompyuterni umuman 0 da tushunmagan odamlar ham o'rgana oladi. To'g'ri, boshda qo'rquv bo'ladi, boshqa bo'ladi. Masalan, meni o'zimda ham bo'lgan. Xato qilib qo'ysam, sirazu o'qigan ustozlarim, ustoz, shu yerda bo'lsangiz, vaqtingiz bo'lsa boraman, bitta ko'rib bering, mana shu loyihamni so'rash kerak, eng muhimi. Tushunmayaptimi? So'rash kerak. Masalan, ustoz nimaga o'rgatyapti? Yoki ustozga nima uchun, bilmagani uchun keldi-ku, shu sohani o'rganaman deyapti. Bilmagani uchun. Masalan, men o'zim ham hozirgacha ustozlarimdan so'rayman, uyalmayman. Nabarot ular xursand bo'lishadi. So'rang, bilmaganingizni anaqa o'rgatamiz, javob beramiz. Imенно sizga kerakli, misol uchun tushunmayapsizmi? Xursand bo'lamiz. Bilmayapman, mana shu joyini o'rgatgansiz. Desa-da, masalan, u bittada to'g'ri, u jarayon qanaqa? Ko'proq loyiha olasiz, ko'proq loyihada ishlaysiz, shunda opit oshadi-da, ana undan keyin tajriba bo'laveradi.
Masalan, bitta loyihada deylik, oddiy misol target reklamasini nastroyka qilishni o'rganyapsiz. Bo'lishi mumkin, ularni ishlash jarayonlari sekin bo'lishi mumkin boshida. Target reklamasini nastroyka qilayotganda. Masalan, o'tirganda bitta loyiha bilan ishlagan targetolog bilan, anta 5 ta loyiha bilan ishlagan targetologga yoqish nastroykasida ham o'zini tezligi bo'ladi. Masalan, o'sha ishlavergandan keyin bu jarayon 15-20 minutda o'sha ishi bitadi-da. Bitta loyiha uchun deylik, target reklamasini nastroyka qilish 15-20 minut vaqt oladigan bo'lsa, uni bir kunda analiz qilish uchun uzog'i maksimum 40 minut yetadi. Bitta loyiha uchun. Analiz qilib chiqish ham kerak bo'ladi. Analiz qilishni ham bilish kerak. Targetolog shunchaki knopkani bosish emas, aynan kreativlar qanaqa ishlayapti, masalan. Analizировать qilish kerak. Har bittasini metrikalar bo'yicha ishlanadi, u bo'yicha har bitta metrikalar qo'yiladi, u metrikalarni misol uchun yodlab, har bittasini qayerda qaysi nima vazifasi borligini bilish kerak. Xuddi biz doktorga borsak ham, masalan, terapevt bizga dori yozib berish uchun srazu dori yozib bermaydi-yu. Masalan, yuragim og'riyapti, EKG qildiring, eho qildiring deydi. Masalan, boshim og'riyapti, davleniyam oshyapti desa, birinchi analiz topshiring. Masalan, o'zim endi tibbiyot sohasida bo'lganman-ku, bizda ham birinchi analizlar chiqsin, keyin dori yozaman. Targetolog ham xuddi shunaqada, nima deydi, har bitta metrikalarni bilmasa, analiz qilishni bilmasa, o'zini reklamasini, faqatgina SMSlarni tushayotgani yoki uni arzon qimmatligida emas, u har qayerdan ham biznes egasiga qancha baravar o'zi foyda olib kelyapti. Biznes egasi o'zi target reklamasiga ajratgan yoki o'zini biznesiga ajratgan puli unga necha baravar bo'lib qaytib kelayotganini unga ko'rsatib bermasangiz, siz biznes egasi uchun juda ham o'zini nima deydi, top eksperti hisoblamaydi-da. Ularga shunchadan men sizga arzondan SMS olib kelib berdim degan emas, ularni по-любому sotuv qiziqtiradi. Lekin sotuvga javob bermaydi targetolog, lekin o'sha jarayongacha bo'lgan maqsadli auditoriyani deydimi, aynan sifatli lidlarni olib kelib berishga javob beradi. Mana sizni sohangizda ham mana odamlar o'ylashi mumkin, oson soha, faqat o'sha aytganingizda knopka bosib o'tiradi, buni o'zim ham qilishim mumkin deydigan fikrlar kelishi mumkin-da ba'zi bir insonlarda. Mana hozir suhbatimiz jarayonida, masalan, men siz sohangiz bilan o'zim chuqur tanish bo'lmagan bo'lsam ham, gaplaringizni eshitib, tahlil qilib shuni tushunamanki, o'sha oson deb o'ylagan narsasini tagida ham ko'rmaydigan, ruschasiga qilib aytganda, podvodnoy kamni deydi-ku, tagida yashiringan qanaqadir qiyinchiliklar, o'xshamasliklar yoki muammolar paydo bo'lishi mumkin-da. Endi shunaqa sizda ham baribir ishni boshlaganingizda hammasi ideal bo'lib ketmagan-ku, to'g'rimi? Sizda ham qanaqadir muammoli vaziyatlar bo'lgan, balki qanaqadir tushishli vaziyatlar bo'lgandir. Pulga tushish bo'lishi mumkin yoki qanaqadir partnyoringiz bilan kelishmovchiliklar bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana shunga o'xshagan vaziyatlaringizni bir kes sifatida bizga gapirib berib va vaziyatdan qanaqa qilib chiqqansiz, shu bilan ham bo'lishing. Qarang, loyihani polniy SMMini olganimizda shunaqa bo'lganki, videolar har cherezdan chiqish kerak bo'lganda, men o'zim endi o'z vaqtida hammasiga javob beraman. Sababi biznes egasi men bilan dogovor qilgan, mendan so'rab oladi. Menda ham o'sha komandada vaqtida o'sha montajlar tayyor bo'lmagan, vaqtida videolar joylanmay qolgan, ba'zi bir sabablarga ko'ra shu taraflama ziddiyatlar kelib chiqib qolgan. Bu endi baribirga ham hammada bo'ladi. Sababi so'jonmiz. Bu narsani biznes egasiga to'g'ri tushuntirishni bilish kerak. Masalan, deylik, har cherezdan chiqishiga kelishgansiz, biznes egasi bilan 2 kun chiqmay qoldi video. Masalan, sog'liq taraflama bo'lishi mumkin, boshqa. Shunaqa taraflama muammo bo'lmagan bo'lsa, bo'lgan bo'lishi mumkin, shunaqa taraflama muammo, lekin jiddiy muammo bo'lmagan. Biznes egasi nimani tushunmaydi shu vaqtda? Bugun 500 ta odam yozdim, o'sha 500 ta odamdan 15 ta 20 ta sraz sotib oladi deb o'ylaydi. Target reklamasi yoqtirganda, men sraz sotuv qilaman deb o'ylaydi. U jarayonda o'zi sovuq auditoriya bo'ladi. Masalan, target reklamasi yoqilganda hali bu biznes tanimagan, bir marta ham undan mahsulot sotib olmagan. Hali ishonch yo'q. Ishonch yo'q hali. Bu narsa uchun targetolog javob bermaydi yoki SMM mutaxassis javob bermaydi. Aynan bu o'zi
bunaqa muammolarda sразу sotuv bo'lishini xohlab qolishganda qiynalib qoladigan jihat mana SMM mutaxassis targetologlarni sotuv bo'lmayapti degan gapni eshitgandan keyinchi ular siz target yoqyapsizda natija bo'lmayapti desa motivatsiyasi tushishni boshlaydi-da, qo'rquv. Men natija qilib bera olmayapman. Yo'q, targetolog sotuv qilib bermaydi. U qiladigan ishi haqiqatdan ham shu etapgacha olib kelib beryapti. Eshikni oldigacha olib kelib beryapti. Ya'ni shu mijozlarni. Shundan ko'p qiynalardim boshida mana. Natija bo'lmayapti deb o'ylardim-da. Nimaga shuncha odam yozyapti-da, ne sotilmayapti? Slishkom уже chuqurlashib ketib, o'sha narsada qiynalib qolardi odam. O'zi aslida masalan deylik, hali o'zi target reklamasi, SMMdan xabari boshqasi bo'lmay birinchi marta SMM komanda bilan ishlayotgan biznes egalari deylik, kutuvlari katta bo'ladi-da. Vaqt kerak. Mana bitta daraxt ekamiz, novda ekamiz, u daraxt bo'lguncha, o'zini mevasini berguncha, bittani gul ochguncha 1 yil, bitta qish, bitta bahor ko'radi baribir. Masalan, reklama o'zi shunaqa ishlaydi deb o'ylayman. Mana masalan, aytaylik, endi men ham bloger sifatida ham sahifamni yurg'izaman-ku. Shunga reklamadatellar murojaat qilishadi va iloji boricha bir martalikka ishlamaslikka harakat qilaman. Chunki psixologiya bu. 8 qoidasi bor. 8 marta ko'rib, eslab qolib, ishonch paydo bo'lib, odamlar o'sha reklamani esida qoldiradigan bo'lsa, masalan, keyingi safar aytaylik, mebel haqida qaysidir blogerda 8 marta ko'rdi deylik va unga mebel kerak bo'lganda birinchi xayoliga o'sha keladi. O'sha kompaniya kelishni boshlaydi yoki o'sha joy kelishni boshlaydi-da. Shuning uchun reklamadachilarga albatta sabr. Hozirgi kunda reklama juda ham ko'p. Odamlarning e'tiborini qozonish, ularda ishonch uyg'otish hozir ancha qiyinlashib qolgan oldinga qaraganda. Shunaqa. Keyin mana masalan target reklamasida ham aynan target yoqayotganimizda mana aytib o'tay shuni. SMM polni yuritilayotganda ham bitta brendda aytganingizdek blogerlarni ham qatnashtiruvchi baribir kontentlari yaxshiroq natija beradi. Mana hozirgi kunda deylik, blogerga reklama qachon berish kerak? Profil tayyor bo'lganda. To'ppa-to'g'ri. Agar profil tayyor bo'lmasa, blogerga reklama bergani bilan bloger auditoriyasi u profilni ko'radi-da, tayyor bo'lmasa o'tmaydi. Tayyor bo'lgandaginaki o'tadi. O'sha bloger reklamasi orqali masalan biz target reklamasini yana yoqib, aynan o'sha bloger reklamasini aylantiradigan bo'lsak, bizga yana ham sifatli auditoriya keladi. Ya'ni maqsadli auditoriya keladi. Chunki sababi blogerga ishonch bor. O'shaning uchun har taraflama masalan deylik, profilni aktiv qilish, uni profilni vizuali, profil o'zini blogerga berishdan oldin baribir eng kamida auditoriyasi bo'lishi kerak-da, maqsadli. Noldiga nima deydi, biznes egasi uchun ham sразу masalan blogerga mana reklama beriladi-ku. Unda birdaniga bir vaqt o'zida olib ketsa zo'r ishlaydi. Ham blogerga reklama berib, ham target reklamasini yoqib, masalan, ham bu yoqda kontentlarni joylab, ham o'zini masalan brendini yuritayotgandagi kontentlar, ham blogerlarning kontentlar. Hammasi baravar bo'lsa, brendni tanitish tezroq bo'ladi. Agar haqiqatdan ham budjeti shunga yarasha bo'lsa, budjeti to'g'ri kelsa, ko'tarsa, bu ishni bir vaqtda qilsa, kutgan natija yana ham 2x, 10x ham bo'lib ketishi mumkin-da. Hozirgi kunda va target reklamasida ham mana ko'pchilik o'shaning uchun blogerlarni chaqiradi. Masalan deylik, qanaqadir protseduralar yoki klinika deylik o'shatga. Masalan, tavsiya qilyaptimi, bekorga tavsiya qilmayapti mayli. Target reklamasi yoqqanimizda biz jarayonni ko'ramiz, aynan blogerlar bilan olingan target reklamalari ancha brand facelardan ko'ra ham taklif ham kuchli beriladi, albatta. Arzonroq tushadi. Sifatli maqsadli auditoriya ham keladi. Natijasi yaxshiroq bo'ladi. Chunki ma'lum hozirgi kunda baribir o'sha aytganingizdek taniqli insonlardan ko'ra blogerlar auditoriyasi bilan ko'proq muloqot qiladigan va ko'proq odamlarning ishonchini qozona olgan kasb egalari desak ham bo'ladi. Endi qarang, mana shu biznes formula loyihamizda targetda sizdan o'rganayotgan insonlar bor. Mana ular nimadan targetda o'rgandi deylik, mijozni qayerdan topsa bo'ladi? Mana boya aytib o'tdingiz, yozib chiqishni tavsiya qildingiz, yana qanaqadir yo'llari bormi? Xo'p, saytlar bor. OLX bor, Headhunter bor, o'tdi, har bitta misol uchun deylik, undan tashqari Instagramda kichkina blogi borlar bor.
O'sha kichkina blogi borlarga ham direktga yozib chiqib, o'zligini xizmatligini, "Men targetologman. Hozirgi kunda aynan sizga o'zimni shu xizmatimni taklif qilmoqchiman, shu xizmatimni shunaqa deb turib ham aynan Instagram orqali ham yoki o'zligini tanishligi, o'rtoq, yaqinlardan boshlasa ham yaxshiroq bo'ladi. Masalan, men o'zim ham yaqin qarindoshlarimga taklif bilan chiqib, aynan ular loyihalarida natija qilib, keyin o'sha boshqa loyihalarni bemalol qo'rqmay olib ishlaganman. Baribir sarafanni ham yaxshi ishlaydi. Biznes egalari uchun yoki ekspertlar uchun o'zi shaxsiy brend qanchalik muhim? Hozirgi kunda har bitta biznes egasi ham o'sha mahsulot deydimi yoki o'zini xizmatini deydimi, aynan Instagram orqali shaxsiy brendini yuritgan holda yoki shu biznesini yuritgan holda bemalol o'zini tanitishi, bu orqali o'zini xizmatini yoki mahsulotini sotishi mumkin. Instagram eng yaxshi platforma deb ayta olaman. Masalan, erta sizni mahsulotingizni ko'rgan odam, sizdan sotib olgan odam va qayta misol uchun sotib olmoqchi bo'lgan odam, kerak odamlar uchun agarda siz o'zingizni to'g'ri auditoriyangizga, maqsadli auditoriyangizga to'g'ri taklif bilan chiqadigan bo'lsangiz, sizda brendingizni tanitishda ham, sotuvlaringizni yana ham oshirishda ham muammo bo'lmaydi. Hozirgi kunda bozorda raqobat juda ham kuchli. U xoh shaxsiy brend egalarida bo'lsin, xoh biznes egalarida bo'lsin. Bu yerda eng yaxshi kuchli taklif berib, o'zini o'sha tajribasidan kelib chiqib yoki o'zini o'sha berayotgan noyob savdo taklifidan kelib chiqib turib, kuchliligini sota oladi, mahsulotini, brendini tanita oladi, o'zini xizmatlarini ham sota oladi. Mana hozir endi sizni kuzatayotganlarni o'zini shaxsiy biznesi ham bo'lishi mumkin va mana shu shaxsiy biznesi bo'lgan insonlarga qanchalik nima deb o'ylaysiz, SMM va targetni o'rni qanchalik katta va yuragi deb aytdingiz-ku. Masalan, endi daromadi bo'lmasa-chi demoqchimanda, targetga, SMMga. Shusiz ham yurg'isi bo'ladimi biznesini? Hozirgi kunda biznesi bor ayollar aynan SMM va target sohasini o'rganib, kasbini o'rganib, masalan, aynan ularga ajrata olmaydigan budjetligini, masalan, o'zligi o'rgangan holda bir vaqtda o'zida ham SMM ham targetni o'zligini biznesligida bir vaqt o'zida olib ketishligi mumkin. To'g'ri. Keyinchalik o'sha ishligi zo'r bo'lib, brendligi tanilib, ko'payib ketgandan keyin, sotuvlar oshib ketgandan keyin o'sha ulgurishmayapti. Chunki shunaqa narsaki, boshida o'zlari boshlab ko'radilar, o'sha tizimlashtirish kerak bo'lganda, ya'ni daromad bor, deyli biznes o'syapti, yaxshi ketyapti. Ular uchun nima bo'ldi? Tajriba bo'ldi va ular SMM mutaxassisi va targetologni ham qanaqa ishlatishni biladilar. Chunki ular o'zlari ishlab ko'rdilar. Ularga o'zlari ketkazayotgan aynan shu mutaxassislarni qiladigan ishiga ketkazayotgan vaqtlari agar yana ham o'sha daromadlari oshgandan keyin ko'proq vaqtlarini olib qo'ysa, bemalol yana SMM mutaxassis targetologlar bilan ishlasalar bo'ladi. Eng yaxshi tarafi mana bu sohani o'rganganlari bo'ladi. Ya'ni ulardan vaqtida nimani talab qilishni biladilar. Masalan, SMM mutaxassisi nima ish qilish kerak? Chunki ular o'zlari ishlab ko'rdilar, brendlarini ko'tardilar. Masalan, sotuvlarini oshirdilar target reklamasi orqali yoqib. Qayerda nima qilishi, ulardan ham qayerda nima bo'layotganini so'rab olishni biladilar. Menga o'xshab. Boya mana bularga уже aytib beryotdim. Men ham o'zim target yoqishni o'rganganligim uchun aytganingizdek 15-20 daqiqa ajratib o'zimga target yoqishni bilaman o'zimning sohamda. Shuning uchun hech qaysi sohani o'rganish menimcha ortiqchalik qilmaydi baribir. Shunaqa. Oldin qanaqadir ozgina bir gapirib video qo'ysangiz ham odamlar qiziqib eshitib o'tirishardi. Hozir auditoriyani e'tiborini tortish, odamlarni qanaqadir odamlar uchun noyob kontent qilib berish kerak bo'ladigan zamonda yashayapmiz. Hozirgi kunda kontent qilish qiyin bo'lib qolganmi sizlar uchun ham? Kontent qilish baribir auditoriyani analiz qilinadi. Ya'ni ularni deyli og'riqlaridan kelib chiqib, mana Kastef analizi bor. Kastef analizi o'tkaziladi. O'sha Kastefdan kelib chiqib, ularni muammosi, og'rig'i, unga bo'lgan qanaqa nima qilib ko'rgan yechimlar, aynan shularni o'tkazgan holda kontentlar tayyorlanadigan bo'lsa, masalan, unda
natijalar yaxshiroq bo'ladi, qiyin bo'lmaydi. Sababi biza auditoriyani, ya'ni mijozlarni yoki deylik o'sha shu sohaga kirmoqchi bo'lganlarni og'rig'ini bilamiz. Ularni muammosiga yechim beryapmiz. Aynan o'zini har bitta formulasi bo'yicha to'g'ri hook berib, to'g'ri offer berib, to'g'ri call to action qilib turib, bu narsani tugatib kontent qilinadigan bo'lsa, muammo bo'lmaydi. Masalan, shunchaki kontent emasda, u bugun bunaqa deb oladigan emasda, aynan auditoriya eshitish kerak, uni srazu 3 sekundda e'tiborini tortish kerak. 3 sekund e'tibori tortishdan ham 15 sekundigacha e'tibori ushlab qolish ham juda ham muhim. Agar masalan 3 sekund ko'rib o'tkazib yubordimi, demak u bizani auditoriyaga mos taklif bo'lmayapti. Hozir o'zingiz agentstvangiz bor, to'g'rimi? Nechta komandangizda odam bor? 6 ta. Bizada komandada o'sha SMM mutaxassisi bor, targetolog, mobilograf, content maker, dizayner, grafik dizayner bor, stories maker bor. Mana bitta proyektingiz uchun o'zi qancha vaqt ajratasizlar? Xo'p, bitta proyektimiz uchun bir kun vaqtimiz content plan tuzishga ketadi. Masalan, undan oldin polniy analiz auditoriyasini analiz qilamiz. Ya'ni bozorda uni raqobatchilarini, masalan, deylik, qanaqa taklif bilan chiqsak bo'ladi. Aynan bu biznes egasi nimalar qilib bera oladi. Aynan shularni ular bilan gaplashib olamiz. So'raganimizdan keyin takliflar hammasini ko'rib chiqqan holda content plan qilinadi. Jarayonda masalan bitta loyihani yuritish uchun syomkaga borilsa, bir oyda 2 marta borib syomka qilinadi va kunora videolari joylab boriladi. Bu yerda target reklamasi yoqilinadi. Hamma o'zini vazifasida onlayn formatda telefon orqali ishligini bitirib o'tirishadi. SMM sohasi yoki target sohasiga kirib kelayotgan oddiy bir uy bekasini oladigan bo'lsak, bittagina telefon bilan shu ishlay oladimi? Ishlay oladi. Targetlarni telefondan yoqish yo'q. Masalan, SMM mutaxassisi bo'lib ishlasa bo'ladi. SMM mutaxassisi bo'lib ishlasa bo'ladi. Targetolog bo'lish uchun обязательно notebook bo'lishi kerak, baribir notebook bo'lmaydi. Notebook bo'lishi shart. Target sohasi uchun notebookdan foydalanish kerak bo'ladi. O'zi SMM yoki target borasida mutaxassislarni mehnat bozorini oladigan bo'lsak, raqobat hozir kuchlimi? Raqobat kuchli, bozorda talab ham ko'p. Natija qilib berganlar bozorda deylik, o'sha har bitta o'zini loyihasida natija qilib berganlargina qoladi-da. Baribir saralanadi. Bu vaqtda ham aytolman-ku, natija qilib bera olmaganlar ham bor. Boshqa o'zini kasbidan, yo'q, bu meni kasbim emas ekan, men bekor o'qibman, men eplay olmadim. Bitta narsada, misol uchun siz eng yaxshi mutaxassis bo'lishingiz uchun agarda harakatga bog'liqda, kimdir 10 yilda ham shu harakatni qilib shu natijaga erisha olmaydi. Kimdir 1 yilda harakat qilib 10 yilda erisha olmagan odam natijasidan ham ko'prog'iga erisha oladi. Bu hammasi bizning harakatimizga bog'liqda. Masalan, biz harakat qilib ko'rmasdan turib, bu narsaga yetarlicha masalan vaqt ajratmasdan turib, bitta yoki ikkita, 3 ta loyiha bilan ishlab bo'ldi, meniki emas ekan bu soha, yo'q, men natija qilib bera olmadim deb emas, bu yerda to'xtamaslik muhim. Agar to'xtab qolsangiz, конечно, misol uchun shuncha bozorda raqobatchilar orasida siz ko'rinmay ketasiz. Va kreativlik muhimmi soha? Muhim. Ya'ni masalan deylik, targetolog o'zi ham aynan har bitta kreativlarni qanaqa ishlayotganini target misolida ham analiz qilishni bilish kerak. Masalan, birgina kreativ emas, bir nechta kreativlar. Oddiy misol, men target reklamasi yoqamizda aytishadi. Mana shu bitta videoimga yoqib bering deyshadi-da. Yo'q, bitta videoga yoqilmaydi. Nega deyshadi? Yoqib bering mana shu. Yo'q, eng kamida 2 ta, 3 ta, kerak bo'lsa 10 ta. Biz shunaqa loyihalarda ishlaganmiz. Kerak bo'lsa 50 ta kreativ yoqqanmiz. Biz bilmaymiz qaysi kreativ bizga qanchalik darajada o'sha maqsadli auditoriyani olib kelishni, masalan, maqsadli mijozlarni olib kelib berishini. Masalan, shu bitta video bo'ladi, shu video orqali sotuv qilamiz deyish o'zi bir katta xatoda. Mana sizni sohangizga kirgan uy bekasi ayollarni oladigan bo'lsak-da, ularni eng ko'p qiladigan xatosi qaysi? Ular o'ylashadiki, hozir target kursida o'qiyman, shuncha pul beryapman, ish topa olmaymanmi? Qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi?
bizi ustozimiz, ya'ni uni o'rgatib, o'sha bilimimizni berib, tajribamizdan bo'lishib, ya'ni o'sha bilimlarimizni berishga bab hammasi inson o'ziga bog'liq. Masalan, deylik, san shu kursdan, shu kursni bitirib, san shuncha daromad topasan deb yolg'on gapirish noto'g'ri-da-yu, masalan. Har qayerdan ham odamning harakatiga bog'liq. Uy bekalari ko'p. Masalan, 2 xil uy bekasi bor-da. Bittasi juda ham tirishqoq, hamma narsaga ulguraman, успешный bo'laman, uyni ham eplayman, ishni ham eplayman, men shu sohada ishlasam bo'ldi, harakat qilaman, mayli, to'xtamayman deydigani bor. Bittasi bo'lishi mumkin, men uyda ishlarimni tashlab shu ishga kiryapman, ne natija bo'lmayapti, yo ne men shuncha pul topmayapman. Masalan, ekspert o'zi o'qiyotgan ustozini ham sразу daromad ko'rib, men ham shunaqadan to'g'ri topadi. Bu yillar mobaynida-da. Masalan, men o'zim ham birinchi endi sohaga kirib kelganimda kerak bo'lsa, bitta loyihani bepulga olganman. O'zim uchun portfolio qilish uchun. Mana har qayerdan ham natija qilib berdim deyish uchun, birinchi oy keling, sizga bepulga ishlab beraman. Что keyingi oyda men o'zim o'sha SMM xizmatim uchun men natija qilib bersamgina, shunaqa, chunki motivatsiya bo'ladi. Natija qilib berishga harakat qilasiz-da. Keyingi oy natija qilib bersangiz, u siz uchun proyekt, u orqali pul topasiz masalan-da. Sразу daromad, odam harakatiga bog'liq hamma narsa. Ustoz hech qachon sen shuncha pul topasan demaydi. Masalan, nima deydi? U bilimini boricha beradi, o'rgatadi. Uni o'zini harakatiga qarab, bu narsani o'zida masalan o'sha qanchalik darajada harakat qilishiga qarab, qanchalik o'sha bilimni o'zlashtirgani, o'zi ko'proq aytaman-ku, eng yaxshisi kurs o'qiyotgan vaqtda har bitta o'rganganini sinab ko'rish. Ya'ni sinab ko'radigan joyi bo'lsa, sinab ko'rsa yaxshi. Har bittasini o'sha qilib ko'rish kerak. Masalan, deylik, targetologlikka o'qiyapti, lekin hali loyihasi yo'q. U 1 oy, 2 oy o'tgandan keyin loyiha oldi-da, keyin kursda o'qigani esidan chiqib ketgan. Unda qo'rquv bo'ladi. Hozir men qatida o'rganuvdim. Chunki 2 oy oldingi o'rgangan bilimi baribir qaysidir joyi esdan chiqqan bo'ladi. O'sha jarayonlarda qiynalishi mumkin. Sразу, masalan, aytaman, u loyiha pulga bo'lmasa ham kimgadir taklif bilan chiqishi kerak baribir. Keling, men sizga yoqib beraman, o'qiyapmanmi? Aytaman, hatto bir hafta yoqib bersa masalan, yokida o'zini xizmatini masalan yokida chem deylik, hozirgi kundagi targetologlarni o'zini soha mutaxassislarini summasiga yoqadigan targetdan ancha arzonroq usluga narxini aytib ham masalan target reklamasini yoqib bersa bo'ladi. U uchun birinchi o'rinda portfolio bo'ladi, o'zi uchun jarayon bo'ladi, tajriba bo'ladi. O'sha hammasini birgalikda ko'rib chiqadi. Bizani Business Woman loyihamizda siz dars o'tasiz-ku, nimalar o'rganadi mana. Hozir tomoshabinlar bizlarga proyektimizga a'zo bo'lmagan insonlar kuzatayotgan bo'lishi mumkin-da. Aynan siz o'zingiz sohangizda ular olishi mumkin bo'ladigan narsani ham aytib keting. Xo'p, Business Woman loyihasida aynan hozir podkastimizni ko'rib, aynan bu loyihaga yoziladigan o'quvchilarimiz birinchi o'rinda brendni analiz qilish, raqobatchilarni analiz qilishni o'rganishadi. Ya'ni Instagramda o'sha o'zini brendiga ega profillarni, raqobatchilarni analiz qilgan holda to'g'ri kontent qilishi. To'g'ri kontent strategiyasi tuzishni o'rganishadi. Undan tashqari brend tanitish, target reklamasini qanaqa nastroyka qilish, target reklamasi orqali sotuv maqsadida target reklamasini yoqishni o'rganishadi. Sizga kattakon rahmat, vaqtingizni ajratib kelib, o'zingizni tajribangiz, o'zingizni bilimingiz, o'zingiz fikrlaringiz bilan bo'lishganingiz uchun juda ham maroqli, qiziqarli suhbat bo'ldi. Va men o'ylayman, podkastimizni ko'rayotgan opa-singillarimiz uchun ham juda ham foydali bo'ladi deb. Nafaqat target sohasida, nafaqat SMM sohasida, balki o'zini biznesiga ega bo'lgan insonlar uchun ham, shaxsiy brendini yuritmoqchi bo'lgan insonlar uchun ham juda ham foydali bo'ladi.
va albatta hammaga aytgan bo'lardim, bizni Business Woman loyihamizga a'zo bo'lishingizni va o'zingizni ustingizda ishlab, shaxsiy daromadingizni boshlash uchun Business Woman loyihasi sizga juda ham katta imkoniyatni beradi va eng qizig'i bu imkoniyat bu hammasi juda ham ko'p sohalarni bir joyga jamlaganmiz. Buning uchun har bir ekspert uchun alohida pul to'lab borganingizda albatta juda ham qimmatga sizga tushib ketishi mumkin. Manfaatli bo'lsin, ayollarimiz uchun foydali bo'lsin, har bir ayol o'zini ustida ishlasin, rivojlansin, o'zini shaxsiy daromadiga ega bo'lsin va qisman yanada baxtiyor bo'lishi uchun bu loyihamiz o'z hissasini qo'shib, shu loyihaga asos solingan. Shuning uchun agarda siz bizni loyihamizni a'zosi bo'lmoqchi bo'lsangiz, unda quyidagi raqamlarga murojaat qilib a'zo bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Sizga yana bir bor kattakon rahmat. Rahmat. Xohlasa siz bilan yana yaxshi kunlarda yaxshilab suhbatlashamiz degan umiddaman. Rahmat sizga ham Salomat kattakon. bo'ling.